oyim nima qilgan bo'lardi? Mana. Oyijon, siz zo'rsiz. Bo'ldi, buguncha yetadi. Oyingiz kech qolmasin. Boshim qotdi. Rostdan ham Umar bilan xonaga qarab tura olasiz. Ha, azizam, bemalol eplayman. Negadir borgim kelmayapti-da. Nima? Bora qolsang-chi. Uyga qaytib kelsam, kechki ovqatni o'zim tayyorlab beraman, xo'pmi? Xo'p, yaxshi borib kelinglar. Yaxshi bo'ling, oyijon. Qayer? Ro'yxatni muzlatkich eshigida qoldirganman. Ha, ro'yxat? Qanaqa ro'yxat? Haya, qilinadigan ishlar ro'yxati. Unchalik ham ko'pga o'xshab. Nima? Dadajon bo'lmang xunnob, chunki sizga biz dastyor. Birga ishlash osonroq, keling qilaylik tezroq. Spamizga xush kelibsiz. Voy, Bu siz uchun katta rahmat. Oh, Yaxshi. Aha. Kir yuvish bajarildi. Endi men yuqori qavatni chang yutgich bilan tozalab, vannaxonani yig'ishtiramanmi? Ha, qilinadigan ishlar hali ko'p ekan. hammasi joyidami, dadasi? Ovqatlanib oldinglarmi? Agar nimadir bo'lsa, menga darrov xabar jo'nating. Hamma yoqni ivirsitib tashladik. Umar, dadamga aytmang. Shuncha ishga onasi qanday ulgurar ekan, ha? Dada, qornimiz ochdi. Xo'sh, nima yegingiz kelyapti, ha? Ha? Voy, qanday yaxshi. Juda yaxshi, to'g'rimi oyijon? To'g'ri. Asabni biram tinchlantiradi. Cho'qilaymi? Sizga shokolaymi, xonim? Xotirjam hordiq chiqar. Hech narsadan xavotir olma. Ishonchim komil, ularda hammasi yaxshi. Chekininglar, bolalar! To'xtab qolmanglar! Yuringlar! Oyim nima qilgan bo'lardi, dada? Agar oyim shu yerda bo'lsa, Oyingiz odatda nima qilardi? oyim ularni shunchaki ichiga solardi. Hammasi joyidami? Onasi! Bajarildi. Siz eng zo'rsiz, oyijon. Bolalar yaxshimi? Yo uyga qaytaymi? Bizda hammasi yaxshi, xavotir olma. Seni yaxshi ko'ramiz, onasi. Xayr. Oyijon, minnatdormiz. Tinim bilmay yelasiz. Har kuni hech erinmay bir dunyo ish qilasiz. Biz doim minnatdormiz. Sizga kattakon rahmat. Alloh sizga ajr bersin. Bersin ko'p sabr va toqat. Hammasi bajarildi. Hayır. Dadasi. Mana. Oyi, men yaxshilik qildim. Dadamga uy ishlarida ko'maklashdim. Men ham. Idishlarni yuvdik. Choyshablarni taxladik. Voy.
Va eng muhimi, kechki Kechki ovqatni ovqatni tayyorlab tayyorlab qo'ydik. Oh. Hammangizga ko'p rahmat qilgan ishingiz uchun. Alloh savoblar yozsin. Amin, Amin, alhamdulillah. Hamma ishlarni uddalabsizlar. Endi qayergadir bemalol ketsam bo'laveradi. Nima? Yo'q. Assalomu alaykum. Hay do'stlar, hammamiz bilib oldik. Ota-onamizga yordam berishimiz kerak. Uy ishlarini bajaring. Bizni oilada hamisha shunday. Bu judayam qiziqarli. Alhamdulillah.